Hayırlı olsun. Ben bugünkü birinci hikayega tünügün bir tordaş sözlep bergen bir hikayeni dep berey. Bu tordaşның buvusының buvisi ayni zamanlarda ovchike. Bu dadaş bir günü öz yalğız atqa minip muşu tarımның bir toğraqsarlıq ormanlığıga o oğlığılı keptu. Bir gün kechkichi izdepmi hech qanday bir o'g'ga erishemaptu. Endi qaytib ketaymi, qanday qilay deb tursa, kun o'ltiray deb qolgan mezgilda shu o'rmonliqning ichidan bir kiyikning bolasi chiqib qoptu. O'q shu kiyikning bolasi qartib otgan vaqtida yo'tsig'i tegibdi. U kiyikning bolasini urkib qechib ketibdi. Bu dadash endi shu oqqan qon izini bo'ylab o'zimi bilmagan holda shu o'rmonliqning ichiga kirib ketib qopti. İzdep bir haza bo'lganda bir yerda holsizlanib yiqilib qolgan kiyikning bolasini tepibdi. Bu vaqtda qorong'i tushib qolganka. Ondan darhol gulxon yiqib, u kiyikning bolasini shu yerda so'yiblam, ozroq go'shtini ilib shu yerda kebab qilib pishirib yeb o'ltasa, Müşü ormanlıqның iç tərəfindən bir top adamlarның kelayotqanligini görübdü. Ular müştadaşqa yıqınlab kelib 10 qadam qalğan vaqtda çippida to'xtab yaqin kelanmabdi. Bu dadaşmı şu vaqtda bu adamlarning qiyofətini görübdü-də. Ular boylari egiz, anadikin bütün bədanini moy qaplab ketgan, anda şu ko'zi oppoq, shuna noyitim g'alita bir xalqlar ekandı. Şu vaqtda bu dadaş endi o'zimi bilib bilmagan asosda qo'lida yeyotgan kebabni yemsizlar deb shularga tanglab sunibdi. Ularmi ondan asta-asta yiqilishib, bu dadash go'shbas yebdi. Bu dadash endi qanday harakat qilsa, shuni do'raydi ekanda ular. Shuning bilan endi bularning qiyofatidan qo'rqib ketgan bu dadash qanday qilama, bulardan qanday qutulama deb bunda bir amalni o'ylab tepibdi. Qo'lda yeyotgan go'shtning meyini qo'liga toza surkab, ondan uni saqiliga toza surkabdi. Keyindan shu kuyayotgan bir parcha o'tinni ilib saqilning qishiga yaqin ekib saqilni köydegендek bir hareketni qıptı, lekin köydemepti. Etrafıda o'tlag'anlarmi bu dadashni do'rab, yeyotgan go'shtning maylarini qo'liga toz chiqarib, ondan butun badandagi moylarga surkashga boshlabdi. Ondan kuyayotgan o'tinni ilib, shunda moyga yaqin akilishiga bilan ko'pida o't ketibdi. Ondan qiya-chiya ovozlar anglanib, ular shu yerda yo'qolib ketibdi. Dadashmi u yerdan shu qo'rqinish ichida bir kechani o'tkazgan bo'pti. Eyliqlarmı keçicəmdi jıraqdan qarab turibdi, lekin yaqin kelanmabdi. Ondan әтісі таң etişiğilam, o go'shtning qog'inini atqa atib, o'zi atqa minib, shu 2 kecha bir kunduz mansa ondan bordigan yerga uyi. Shu uyga berib bo'g'ichi otdan tushmay, hech nima yemay, ashuna uyga kelganka. Ikkinchi hikoyaga men cho'ng opamning qo'shnisidan anglab olgan bir hikoyam deb beray. Bu cho'ng opamning qo'shnisi bir kuni bütün aile boyunca ma'lum bir yerga to'yga bormoqchi bo'ldi. Bu uyda hamdi 10 necha yoshlar chamizdiki, mush maktabda qo'ydigan 2 bola bor ekan. Endi ularni apasi maktabga borolmaydi deb, ularni qo'yib qo'yib, qolganlarning hammasi to'yga ketibdi. Shu to'y bo'lgan yerda bir kecha qo'nib, ondan ertasi qaytib keldi ekan. Bu 2 kichik bola shunday qilib bu uyda yolg'iz qolibdi. Bular endi kech bo'lib, qorong'i tushgandan keyin bularmi topshiriqlarni ishlab bo'lib, chiroqni o'chirib uxlayotsa, shu yerim kechi bo'lganda bir qiya-chiya ovozdan cho'chib uyg'onib ketibdi. Bu nima ovoz detsanglar, bir anglasa mushuklarning hamdi miyang'ishigan ovoziga o'xshaydi ekan. Yana bir anglasa bir ayol kishining shunda bir yig'layotgan ovoziga o'xshaydi ekan. Bu ovozdan hamdi bularning uyqusi butunlay ichilib, hamdi bir-biriga choplashib, işte yig'lab eshik tarafga qarab o'ltiribdi-da. Bu vaqt qish fasli ekan to'q. Uyning ichidagi mashtiki o'tlarni o'chib, hamdi cho'g'lari qapqapti ekan. Uyning yana bir bulonda bir laydan yasalgan o'choq bor ekan. Bu o'choqning ichidagi iliqi o'tinlarni kuyib, kulning orasida andimunda cho'g'lari qapqapti ekan. Bu qiya-chiya ovozlar anglanib, bir hazodan keyin bu ovoz to'xtab qopti. Bularmi endi xulsaq bularmi ya deb tursa, eshikmish jaloq qilib ichilibla. Eshikdan chochlari uzun, qop-qora, andan oppoq kiyimlik bir ayol endi. İşte leylab kiribla, loy o'choqning oldida o'tiribdi. Ondan 2 putini shu o'choqning ichiga tiqibdi. Eliqi o'choqning ichida hech qanday bir o'tinmi qolmagan degan to'q emasmi? Bu ayol putini tiqishig'lam o'choqning ichidan degan ko'p bidilam o't yinib, shundoq guldir o'tlar yinib ketibdi. Ondan men mashtiki o'chib qolay degan o'tmi, shunda hamda yolqinjab qaytilardan jonlanib kuyib ketibdi. Eliqi 2 kichik bola bu ko'z oldida bo'layotgan manzarlarni ko'rib, hamda qo'qqinidan uyning bir bulungiga kirib ketibdi. O'sha yerda lag'ildab, yig'lab titrab o'tiribdi. Shu ayolmi bu bolalarımda qarab qo'yib ondan putini tiqib shu o'choqning ichida birdan o'tlarni ko'ydirib etgandan keyin yerini unutib qoptiman. Shu yerda is qaynab yo'qolib ketibdi dedimi, yo chiqib ketibdi dedimi? Shunday bo'lib bir uyning ichidan yo'qolib ketgan ekan. Men burun cho'ng opamning uyining atrofida to'g'riliq so'zlab bergan hikoyalarimni texjiq deb bergandim-ku.
Bumu endi shularning ichidagi birisi. Ya'ni shu cho'ng opamning uyining atrofida shunday bir xalqlar bordi. To'lisi shunday bir ayol ko'rinib qoldi ekan. Eng oxirgi hikoyaga endi turponliq bir singlimiz necha oyning oldida menga deb bergan bir hikoyasini so'zlab beray. U hikoyaning asosli mazmuni esimda qolibdi. Bugun yana bir anglab bir inchki nuqtalarni bilib olay desam, u hikoyani qat'iy topolmay qoldim. Sho'mish esimda bor asosli mazmunlarni so'zlab berma. Bu singlimizning uyi Turpanning ma'lum bir noyasining ma'lum bir yezisidika. Bu qizning dadasi hamda bolalarning kichigi bo'lg'achqa, bular cho'nglar bilan birga turdi ekan to'q. Cho'ng dada cho'ng apalar bilan. Bu qiz boshlang'ishga chiqqan vaqtlarda dadasi biz endi uy ayirib chiqib ketaylik, boshqa bir yerga uy sap o'tiraylik deb, daduydan endi bizga bir yer ko'rsatib bergan bo'lsanglar, biz qayerga uy solsak bo'lar deb so'rasa, qurib qolg'ili uzun zaman bo'lgan bir ko'lning o'rnini ko'rsatib beribdi. U burun ko'l bo'lgan yer bo'lg'achqa endi yerlar bir xil zaykka hamda odatdagi yerdan bizda ozgalroqka. Bular shu daduydan ko'rsatib bergan yerga uy silib o'tirgandan keyin endi bu yerda g'alati ishlar yuz berishga boshlabdi. Buning ichidagi eng donliqi bo'lsa, shu 3-4 yoshlik inisi g'alati bo'lib qoldi-da. Har kuni shu kun o'ltirib qorong'i tushgan zaman bu bola shundoq qattiq yig'laydi ekan. Beshida endi cho'nglarmi bir yer og'rimdigandi, ya'ni nimga yig'laydi deb doktorlarga olib beqibdi. Doktorlarmi bu bolada chatoq yo'q debdi. Bu qizning dadasi ham jiroq bir yerda ishlaydigan o'xshaydi. Dadasi kelgandan keyin bu inisning ahvolini o'qib, doktorlarga apasimi amal topolmaganligini anglab, endi bir yerlik doktorga ko'rsatib boqaylik deb bir odamning qishig'i apasa bir amalni o'ytib qo'yibdi. Bu amalda endi bir narsalarni degash, bir xil harakatlarni qilsa, bu bola yig'idan darhol to'xtaydi ekan. Dadasi ish o'rnidan qaytib kelgan vaqtlarda bu inisini shu amal orqali endi yig'isini to'xtatib yuribdi. Dadasi ishga ketgan vaqtlarda bo'lsa, bu inisi endi kunni-kech shunday yig'lab, o'zi charchab uxlab qoldi ekan. Ondan bu ishlar taraqqiy qilib, bu ukisi yarim kechada jo'ylib chiqib ketadigan bo'lib qopti. Bir necha qitim yarim kechada jo'ylib chiqib ketgan bu ukisini mush uyning chetidagi bir daraxtning tubidan tepib kelibdi. Bu bola endi o'zim uxmagan asosda shu yerga berib, shu daraxtga qarab turdi ekanda. Ondan yana bir ish bo'lsa, bularni uy turpan bo'lgan ekan, endi turpanning yozirbek issiq bo'ldi emasmi? Uyning ichi tinjiq deb yotolmay, mush qo'rovdagi bir karvatga o'rinsab shu yerda yetibdi ekan bir kun kechda. Bu qizchaq endi yarim kechada uyg'onib ketibdi. Shundan mush atrofga qarab yotsa, mush qo'rovning qorong'u tarafidan bir mo'may paydo bo'lib shu yerdan chiqibdi-da. Bu mo'mayning endi beshida oq yog'liq bor ekan, uchisidan endi qora kiyim bor ekan. Qo'ltiqida bo'lsa, endi bir bo'g'chimisi bor ekan. Shu bir bulondan chiqibla duk mengibla bularning qishiq kelib, bularning sepsilib qarashga boshlabdi. Bu qizim qo'rqib ketib, endi ko'zini yumib yetyapti. Ondan bir vaqt o'ganda bu mo'may ketdimi deb ko'zini yerim ichib qarsa, u mo'may yana duk mengib, hiliqi inisi jo'ylib berib qoldigan daraxtning tubiga kelib, shu yerda yo'qolib ketibdi. Bu qiz opasiga, "Ashda bir mo'mayni ko'rdim, ash daraxtning qishig'i borganda daraxtning to'pisiga chiqatdi" deb debdi. Ondan bu opasi men berib qarab boqayli deb ikkisi berib qarsa, mush daraxtga oz qolgan yerda endi osmondan tushgandek bir oyoq izi bor ekan. U oyoq izi mengib mush daraxtning tubiga kelganda yo'qolib ketibdi. Xuddi bir sehrablam daraxtning ustiga chiqib ketgandeklar. Lekin endi u daraxtning ustida qarsa hech kim yo'q ekan. Ondan yana bir yoz faslida bu opasining do'sti bularning uyiga kelibdi, ondan kechib ketib o'sha yerda qo'nib qolibdi. Bu yoz fasli bo'lgandan keyin bular talada yotdi ekan. U opasining do'stimi o'shda yarim kechada uyg'onib ketib, mush qiz ko'rgan eliqi mo'mayni ko'ribdi. Bu ishning chatoqligini ko'rib, bu ishni o'ngshimsaq bo'lmabdi, chatoq bo'lib qolibdi bu deb dadasi kelgan vaqtida bu g'ashning hammani tafsiliy deb bergandan keyin bu dadasi shu bir doktor odam bilan birga kelib bu qo'rg'a shu daraxtning tubida bir to'g'oni qon qilib, ondan mush ho'ylining ichida shunday bir qo'yni qon qilib degandek bu ishni o'ngshib olgankan. Hozirmi bular yana shu uyda turib yotibdi, lekin shu amal qilgandan keyin unda bir g'alati mo'may bularga ko'rinib boqmabdi. Insimi yaxshi bo'lib ketibdi. Ma'qulamsa bugungi hikoyalarni oyoqlashdi yoqtirgan bo'lsanglar, cho'qqim yurak berib do'stlaringlarga yo'llab qo'yishni unutib qolmanglar.